Ogoh uzda kun yangiliklari. Bugun nimalar bo'ldi? Eng muhim yangiliklar bir joyda. Farg'onada zaharlangan bog'cha bolalarining 22 nafariga uyga ruxsat berildi. Farg'ona shahrida ovqatdan zaharlangan bog'cha bolalarining 22 nafari sog'lig'i yaxshilangani sababli shifoxonadan uyiga javob berildi. Bu haqda viloyat Sog'liqni saqlash boshqarmasi xabar qildi. Ma'lum qilinishicha, 25 fevral kuni soat 8:00 holatiga ko'ra viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasi hamda Farg'ona shahar bolalar shifoxonasida davolangan bolalarning 22 nafari shifokorlar ruxsati bilan uyiga chiqarilgan. Ular keyingi davrda ambulator nazoratda bo'ladi. Qolgan bemorlarning ahvoli nisbatan qoniqarli ekan. Shuningdek, kun oxiriga qadar yana bir necha nafar bolani uyiga javob berish rejalashtirilgani aytildi. Shu bilan birga mutaxassislar tomonidan maktabgacha ta'lim tashkilotlari, oshxonalari hamda oziq-ovqat yetkazib beruvchi korxonalarda tekshiruvlar o'tkazilib, laboratoriya namunalari tahlilga yuborilgan. Farg'ona viloyati Sog'liqni saqlash boshqarmasi tekshiruv natijalari 10 kun ichida jamoatchilikka e'lon qilinishi ma'lum qildi. Xorazmda O'zbekistondagi ilk pulli yo'l qurilishi boshlandi. Urganch-Xiva yo'nalishida qiymati $120 million bo'lgan pulli avtomobil yo'li qurilmoqda. Pulli yo'l uzunligi 35 km bo'lib, 4 tasmali qilib quriladi. Unda 17 ta ko'prik, 8 ta yo'l o'tkazgich, bitta tunnel va 5 ta maxsus o'tish joyi, shuningdek kommunikatsiya tarmoqlari barpo etiladi. Pulli yo'l ishga tushishi natijasida Urganchdan Xivaga 17 daqiqada yetib olish mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, Urganch xalqaro aeroportidan Xiva shahrigacha elektrlashtirilgan temir yo'l ham qurilmoqda. Loyihaning umumiy qiymati $18 million. Temir yo'l tarmog'ining umumiy uzunligi 10 kilometrdan ortiq. Qurilishni iyul oyida yakunlash rejalashtirilmoqda. Qozog'istondan 40 nafar O'zbekiston fuqarosi chiqarib yuborildi. Qozog'istonning Olmaota shahrida migratsiya qoidalarini buzgan 40 nafar O'zbekiston fuqarosi mamlakat hududidan chiqarib yuborildi. Ma'lum qilinishicha, fuqarolar maxsus reys avtomobillari orqali barcha xavfsizlik talablariga rioya etilgan holda Qozog'iston-O'zbekiston davlat chegarasigacha yetkazilgan. Olmaota shahri migratsiya xizmati boshqarmasi rahbari Erkin Amantayevning ta'kidlashicha, shaharda chet el fuqarolarining migratsiya qonunchiligiga rioya etishi doimiy ravishda nazorat qilib boriladi. Qonunbuzarlikka yo'l qo'ygan shaxslar amaldagi qonunchilikka muvofiq mamlakat hududidan chiqariladi. Bizning vazifamiz huquqiy tartibni ta'minlash, shahar aholisi xavfsizligini himoya qilish va Qozog'iston hududida bo'lgan barcha shaxslarning qonunlarga bo'ysunishini ta'minlash, degan u. Kim Chen In yadro qurolining tepkisini 13 yashar qiziga topshirdi. Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In qizi Kim Che Eni mamlakat raketa ma'muriyatiga rahbarlikka tayinladi. Ushbu ma'muriyat Pxenyanning yadroviy va ballistik raketa dasturlarini nazorat qiladi. Qiz bu yillarda otasi bilan raketa sinovlari va harbiy tadbirlarda hamrohlik qilib kelmoqda. Kuzatuvchilar buni uning ehtimoliy voris sifatida tayyorlanayotganidan dalolat deb baholamoqda. Shu bilan birga Kim Chen In Koreya mehnat migratsiyasining bosh kotibi sifatida qayta saylandi. Mamlakatda vorislik masalasi va siyosiy kuchlar muvozanati esa hali aniq emas. Sankt-Peterburg gubernatori o'zbekistonlikni qahramonligi uchun mukofotladi. Sankt-Peterburg gubernatori Aleksandr Beglov 7-qavatdan yiqilgan bolani qutqarib qolgan O'zbekiston fuqarosi Xayrulla Ibodillayevni qutqarishda ko'rsatgan jasorati uchun ko'krak nishoni bilan taqdirladi. Taqdirlash marosimidan olingan suratlar gubernatorning Telegram kanalida e'lon qilindi. Xayrulla Ibodillayev O'zbekiston prezidenti farmoniga ko'ra jasorat medali bilan ham mukofotlandi. Shuningdek, u Tigran Keosyan mukofoti va rag'bat sifatida 1 million rubl, qariyb 159 million so'm oladi. Rossiya Davlat dumasi deputati Nikolay Novichkov uning qahramonligini e'tirof etib, istasa Rossiya fuqaroligini soddalashtirilgan tartibda berishini taklif qilgan.